Assalomu alaykum Gollandiya jamoati. Tunögündən buyon top-toplarda har xil talash-tatishlar, urush-talashlar bo'lyotdi. Ba'zilaringlar nima uchun bunda urush-talash qiladi? Har ishni bir yaxshi bir taraf qilsak bo'lmamdi. O'zimizning ichidan bunda urush-talash qilib tursak, endi boshqalar bilan, bo'lib Xitoy bilan qandaq bir boshqa olib chiqamiz deb o'ylab qilib o'tgan bo'lishinglar mumkin. Bu urush-talashlar nima uchun bo'lyotdi deganda, bizning Uyg'urlarimiz ikkiga bo'lindi hozir. Birsi Xitoyparas, yana birsi vatanparas ikkiga bo'lindi. Nima uchun urush-talashlar bilan bir taraf qilsalar bu ishlarni deb qilishinglar mumkin. Yaxshi maslahatlashib, yeshilmaydigan siri yo'q, paranglashib tugatsanglar bo'lmamdi deb o'ylab qilishinglar mumkin. Biz endi pichoq so'ngiga yetdik. Qachongacha bularni miya kelinglar, biz bilan birlashinglar, Xitoyga qarshi mendaq taraf tutayli, Xitoyga qarshi har tarafdan hujum qilayli. Hozir ularning eng shu zaif nuqtalariga urayli deb ularni chaqirdik zamonning yoqi. Lekin ular qochdi. Yaxshi gap qildik, har qanday yaxshi gapning cheki bo'ldi. Ularning urug'tiqini bo'lsa, biz vatan deb jor sevayotganlarning urug'tiqimiz yo'qmi? Ularning ota-onasi bo'lsa, bizning yo'qmi? Ular qo'rqsa, biz qo'rqmaydik. Bizmi qo'rqaymiz. Lekin biz avval Alloh deb bu yo'lni tanladik. Ularga yaxshi gapni qilyapmiz. Vatandagi ezilib, o'lib, tashlanib ketib qolgan, oqilat ko'milib ketib qolgan, ismi jismi yo'q. U murda shahidlarimiz-ku. Ular uchun o'tirib chiqib bir og'iz gap qilganlar yo'qmi? Agar shu Xitoyparastlar ashlarning o'rnida bo'lib qolgan bo'lsa, qanday qildi? Osmonga talmirib yig'laydi, Allohga zirlab yig'laydi. Biz ularni bilyapmiz. Yetib qo'pishimizmi bizga hozir taskayotdi. Ular o'ylamamda. Qanday bo'lsin? Biz vatanparvarlarni qo'llaymiz. Vatanparvarlar qanday ish qilgan bo'lsa, u biz uchun baribir. Buningdan keyin vatanparvarlarni bir narsa deydiganga hech kimning hech qanday huquqi yo'q. Kim men vatan deb ko'tarib chiqargan qo'lini biz oqida. Gollandiya oqida. Butun dunyo Uyg'ur xalqi oqida.